Axir chuning bu intervyuni Meni o'zbek bunga tilida vaqtim yo'q. qancha kutishdi? Kutasiz dedimi, Tezroq kutasiz. tugatay. Xo'sh, bugun biz Kevin Mitnitsk bilan suhbatlashamiz. Ko'rib chiqamiz, nima deydi. Siz tizimlarni emas, odamlarni buzgansiz. Odamdagi eng katta zaiflik nima? Eng katta zaiflik ishonchdir. Odamlar yordam berishni, aqlli va foydali ko'rinishni xohlashadi. Men firewalllarni emas, balki insonlarning tabiiy zaifliklarini bilib ishlatganman. Qachon tushundingizki, bilim va imkoniyatlar etik mas'uliyatsiz ishlatilsa xavfli bo'ladi? Qachonki men kimningdir hayotini uni ko'rmasdan buzishim mumkinligini tushundim. Cheksiz imkoniyatlar tezda vayronaga aylanadi. Erkinlik mas'uliyat boshlanadigan joyda tugaydi. Sun'iy intellekt davrida eng katta kiber xavf nima bo'ladi? Eng katta xavf texnologiya emas, balki uni tushunmasdan ishlatadigan odamlar. Sun'iy intellekt qurol ham, himoya ham bo'lishi mumkin. Hammasi uni boshqarayotgan niyatga bog'liq.